Sizga masala? Tamam, ketdi. 2026-yil paxta hosili uchun kredit so'rab keldik. Shu hozir kecha kunduzda olishimiz uchun pul chiqarishimiz kerak. Anafosga, mineral yog'larga. Shu masala bo'yicha Paxtani ko'chasiga sotdingizmi? ko'chasi nimaga sotdik? Bir Sizga ayting, pulchingiz bilan onlayn agroplatformadan ariza yuboradi. Keyin kirish shartnoma qaytarib, kirish shartnoma imzolagandan keyin siz kirib chiqadi. Mineral yog'lar, neft va urug'likka chiqarib beramiz. Sizga ham shu masala, sizga ham shunday arizalarni yuborasizlar, ko'chasiga shartnoma bergandan keyin bir kundan keyin kirib chiqarib beramiz. Mana yo'q, Yo, necha hektar degan oshxona? 15 hektar. Endi hozir nima o'zimizni mahalliy urug'lardan nisbatan Xitoy urug'lari o'ziga qimmat bo'lsa ham effekt berib biz shu Xitoy urug'lar ekanmiz deb 100%. o'shanga pul chiqarsak, o'sha uchun harakat qilamiz. Pul chiqarish maqsadida.